Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barcha alamlarni terbiya qilib, bizlarni bor etib, bizlarni rizqlantirib turuvchi Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtov sanalarimiz bo'lsin. Barcha alamlarga rahmat bo'larak jibarilgan suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, uning oilasina, uning sahobalarina, ko'nturlarimizdan etgan salamlarimiz, salovatlarimiz borib erishsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohning salami barakatlari bo'lsin, hurmatli musulmon qardoshlarimiz. Qo'shan mana birinchi tarovih namozini o'qidik, qo'shan mana birinchi kun roza tutdik. Endi so'nggi kunlarga yaqinlashdik. Alloh taolo oy bo'yina tutgan rozalarimizni, qilgan amal ibodatlarimizni, bergan xayr sadaqalarimizni qabullardan qilsin. Shular Ramazon oyi bizning rizq ta'minotiyilib turib bo'lmadi. Ul endi tillarimizni, quloqlarimizni yomon so'zlardan tog'ida ixtiborliroq bo'lib tayilib turib bo'ldi. Shular bizning Ramazon oyina erishuv bilan tag'in bir ibodatimiz bor, o'lda bo'lsa fitr sadaqasi. Fitr sadaqasini 24-mayga qadar, 23-may kechga qadar biz fitr sadaqalarimizni berib deyishli muhtoj miskinlarimizga topshiriq. Ularda suyunsinlar, shodlansinlar. Shu fitr sadaqalarimiz bilan hamda shu fitr sadaqasi bizning tutgan ro'zalarimizdan nindida bo'lsa, kimchiliklar, xatolar bo'lgan bo'lsa, ularga kafarat bo'lar. Endi kimlarning qolgan kunlari bo'lsa, Ramazon oyi bitgach, qolgan kunlarini tutib bitirir. Endi shular Ramazon oyi bitgandan so'ng 3 kun bizning bayram kunlari o'tgandan so'ng Shavval oyining ro'zasini tutsak, yil bo'yina, ya'ni bir to'xtovsiz ro'za tutib yashagan kibak savobni da olamiz inshaalloh. Alloh Rabbimiz endi hamma bizga da sog'lik salomatlik bersin. 24-may kunni biz bayramni uylarimizda qarshi olamiz. Erta bilan televizordan hazratlarning va'zlarini tinglaymiz, o'g'it nasihatlarini tinglaymiz. Ham endi oilamiz bilan istal tomonida bayramimizni qarshi olamiz, bayram etamiz. Bu yil masjidlarimizda g'ayib namozlarimizda jila olmadik. Endi inshaalloh Qurbon g'ayitida Alloh taolo masjidlarimizda ko'rishirga, shirashirga nasib eylesin. Alloh taolo hamma bizga da shu xastalikdan bizlarni yiroq qilsin. Alhamdulillah, masjidlarimizga iftor oshlarni jiya olmasak da biz endi paketlar hazırlab, qaynar rizq hazırlatib, biz shular ulkan kishilarga, roza tutgan qardoshlarımizga iftor oshlari taratdik. Alhamdulillah, Ramazon oyining so'nggi atnasida shu ishni alhamdulillah turmushga oshirdik. Alloh taolo kimlar shu iftor oshlarini uyushtiruvda yordam etgan, ulushlarini ketgan barchasining da Alloh taolo qilgan amal ibodatlarini qabullardan qilsin. Bergan xayr sadaqalarini, bergan fitr sadaqalarini, tutgan ro'zalarini Alloh taolo qabullardan qilsin. Alloh Rabbimiz ilk kunlarimizga tinchlik, eminlik bersin. Hamma bizga da Alloh subhanahu va taolo kelasi yilning Ramazon sharif oyini qarshi olib, ro'zalar tutarga sog'lik salomatlik bersin. Hamma bizga da Alloh Rabbimiz shu Ramazon oyida Alloh taolo bizga iftor vaqtida bir suyunish bo'lsa, ikkinchi suyunishi aning Alloh huzurida, mening huzurimda bo'lar dedi. Shunga ko'ra Alloh huzuruna borg'achda tutgan ro'zalarimizning ajr savoblarini eshitib, shodlanirga, suyunirga nasib eylesin. Hamma bizga da Alloh taolo uzun umrlar bersin. Ibodat qilib, amal ibodatlarda, masjidlarimizda ishrashib, tug'anlarimiz, yaqinlarimizni da bayramimiz bilan qutlab, ati-anilarimizni da balalarimizni ko'chtanashlar bilan g'ayib bayramida ularni suyundirib, endi Alloh Rabbimizning rizoligini olarga hamma bizga da nasib eylesin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.